Kecha ozgina oilaviy xotinim bilan Mansanga borib, ozgina xunuk ishlab ketdi, ozgina urushib qoldik. Shunga xotinim shu Namanganda tug'ilib o'sganligi uchun shu namanganlik deb xotinimni ozgina so'kib yubordim. Ba'zi bir o'sha namanganlik aka-ukalarimiz, oshnalarimiz xafa bo'lishibdi, noto'g'ri xayolga borishibdi, lekin noto'g'ri xayolga bormanglar sizlar. Men hech qachon birorta bir viloyatni ajratgan odam emasman, chunki biz san'atkormiz. Shu xalq ketidan tirikchilik qilamiz aslida. Shuning uchun noto'g'ri xayolga bormasliklarini so'rab qolaman aziz muxlislardan, hammanglardan. Namanganda juda ham oshna og'aynilarim men juda ham ko'p. Qaynatamni ham juda hurmat qilganim uchun shu Namangandan uylanganman o'zi asli. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sizlarni hurmat qilaman. Yurakda sizlar namanganliklar. Hech qachon unaqa noto'g'ri xayolga bormanglar men haqimda. Men sizlarni bir umr xizmat qilaman.